Salam dünyanın her qaysi şeylerge görünmələr, hazır qalxanlar xeyirlik bolsun. Mənim ismim Muzaffer. Bugünkü temamız olsa 5G texnologiyası. 5-ci avlod köçmə xəbərləşiş texnikası. Muşinlə axırda yoki kelayotgan yildan başlarda 5G texnikasiga qadam qo'yishimiz mumkin. Bizning hozir shiltoqimiz olsa 4G uçur və internet dünyası. 1G olsa 1980-ci illərə başlanğan. 2G olsa 1990-cı ildən keyin. 3G olsa 2000-ci illərdən başlarda. 4G olsa 2010-cu ildən keyin. 5G olsa 2020-ci ildən keyin başlandı. 40 yıl içində hər 10 yılda 1G yuqurlapmapdı. Bəlkə 2030-cu ildə 6G'ga qadam qo'yishimiz mumkin. Unda olsa 5G texnikasining bir qancha alayidligini ko'rib chiqaylik. Birinchisi olsa xabarlashish sur'ati nihoyat tez. Hozir biz shiltatgan 4G tor aloqasining yuzasi deb qaraldi. 5G tor orqali ochiqlik darajasi 4K ve unundamı yukarı derecelik filmlerini capat etmeylam köreleysiz. İkincisi torna inkas sürti night tez. Asli tor sürtiga ta'sir ko'rsatgan eng muhim omillardan biri olsa inkas sürti. Mesela siz telefonunuzda yoki kompyuteringizda naq maydon tarqatish qilgan vaqtingizda inkas sürtiniz yaxshi bo'lsa qaytaverish yoki suzuk chiqmaslik masalasi bo'lmaydi. O'xshashdan siz tor o'yinlari va ig'ir tipli o'yinlarni o'ynagan vaqtingizda inkas aslilik yoki qaytaverish yuz bermaydi. Yiroqdan kontrol qilinadigan va avtomatik haydaladigan mashin texnikasi yana bir balvoq yuqori ko'tarilgan bo'ldi. Yiroqdan operatsiya qilish texnikasi yuqorilaydi. Doktor operatsiya qilish jarayonida haqiqiy vaqtliq sonliq ma'lumotlarni yiroqdan ko'rib turish kerak. Shunga 5G texnikasi amalga oshgan vaqtda bularning hammasini amalga oshgan bo'ldi. Uchinchisi texnik ko'p uskunlarga bog'lanadi. Hozirgi 4G texnikasi 1 kvadrat kilometr ichida eng jiq deganda 50 ming yoki 60 ming uskuniga bog'lanadi. Ammo 5G texnikasi olsa 1 kvadrat kilometr ichida 1 million yaqin uskuniga bog'lanadi. 5G nimish qiyinchilik tez? Birinchi 5G texnikasida ishlatilgan signal chastoti nihoyat yuqori. Masalan, 3G texnikasining signal chastoti olsa 0.9. 4G texnikasidagi signal chastoti olsa 2.5. 5G'da olsa 100 ga chiqa oladi. Chastoti qancha yuqori bo'lgancha sonliq ma'lumotlarni yo'llash shuncha tez bo'ldi. Ammo chastoti qancha tez bo'lgancha signal yiroqlar bo'lanmaydi yoki ojizlab ketadi. Shunga bu masalani hal qilish uchun ko'plagan signal minorlari yasash kerak. Signal minori deganlik cho'ng bir minor shaklida bo'lish kerak deganlik emas. 20-30 metrlik yerga bir tal signal ilish apparati o'rlashtirsa kifoya. Hozir o'rlashtirmoqchi bo'lgan signal ilish apparatlarining cho'ng kichikligi bir tal kitobchilik chiqdi. Bu apparatlarni har qanday yerga o'rnata oladi. Masalan, yo'l chirqini ostiga, pul chiqarish mashinasining ostiga, do'konlarning viskisining ostiga, hatto yer ostiga ko'milsimi bo'ldi deyilgan. İkincisi 5G'da ishlatilgan antena burunqi antenalardan farqli. Burunqi antenalar to'rt atrofga o'xshash shaklda signal yo'llaydi. Buni atrofidagi ko'chma xabarlashish ishlatilgan har qanday bir inson normal xabarlashish olib bora oladi. Agar atrofda hech qanday bir inson bo'lmasa, bu antenadan yo'llangan signal va energiya isrof bo'lib ketgan bo'ldi. Ammo 5G'da ishlatilgan antena bundan farqli. Bu xil antena radarga o'xshash yo'linish shaklida bo'ldi. Telefoningiz va ko'chma xabarlashish uskuningiz nereden bo'lsa shu tarafga signal yo'llaydi. Bu xil ahvol ostida signal va energiya cheklik doira ichida uskuningizga bevosita keldi. Ko'chma xabarlashish va to'g'ringiz texmi tez bo'ldi. Endi 5G texnikasi bo'lgan andishlarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi 5G texnikasining inson salomatligi bo'lgan andishisi. Ba'zi xabarlarda 5G texnikasining sinovlarini olib berayotgan vaqtlarda atrofdagi qushlarning noma'lum sabablardan o'lib ketganligi so'zlangan. Shunga ko'pincha insonlar inson badaniga cho'qim ta'sir bo'ldi deb qaramoqda. Ya'ni ba'zi tadqiqotchilar bu xil ahvolning yuz bermaydiganligini so'zlab, 5G texnikasining signal chastotiga qaraganda elektrik kuch omilining bakrak inson badaniga ziyonli ekanligini so'zlamoqda. Masalan, uyda ishlatilgan simsiz torning chastoti 2.4. Mikrodolqinliq o'choqning chastotimi 2.4. Ammo mikrodolqinliq o'choqning elektrik kuchi olsa 700 va 800 volt atrofida. Simsiz torna olsa 0.101 volt. Ikkinchisi 5G texnikasi insonlarning tafakkur hislarini kontrol qila oladi. Masalan, biz musiqa yoki naqsh anglagan vaqtimizda ba'zi naqshlarda ko'nglimiz yerim bo'lib ketadi, ba'zi naqshlarda energiyalik bo'lib ketamiz, yana ba'zi naqshlarda bo'lsa uyqumiz kelib ketadi. Bu xil ahvollar ko'pincha vaqtlarda musiqining chastoti bilan aloqaliq. Shunga inson nihoyat osonlam chastot ta'siri uchraydigan jonliq. Bu xil usulda qalbimizni yoki tafakkur hislarimizni kontrol qila olamiz, buni keyin bilamiz. Lekin insonning ruhi kuchli bo'lganidan dunyodagi hech qanday bir kuch uni kontrol qila olmaydi. Balkim ko'zimizga ko'rsash orqali xato tafakkur qilishimizga yo'nalish ko'rsatishi mumkin. Balkim qalbimiz va miyamiz bilan o'ynab, bizni kontrol qilishga urinib yiqishi mumkin. Masalan, hozir jamiyatimizdagi miyani yuvish o'xshash. Lekin ruhimiz kuchli bo'lganidan bizning ruhimiz bilan hech qanday birisi o'ynay olmaydi. Ba'zi tadqiqotchilarning deyindek, hozir qanday ma'lum
yeni bir kasalni chiqarib, inson ichiga qo'rquv va andisha bisib, keyingi planlarni amalga oshirish. Hamda kasallik qarta o'zimizdan qo'llanilish tadbirlarini elishimiz kerak. Lekin ichimizda hech qanday qo'rquv va andisha bo'lmasligi, İçimizde korkunu yetiştirip çıkmasımız gerek. 5G texnikisi köplügen yeniliklarını birlikte hep gelişi mümkün. Bu yeniliklardan qandaq yeniliklar ekanligini hozir hiç bilmaymiz. Bazı parazlarda biz işiltatgan qog'oz pul asta-asta mevhum pulga tushishi mumkin. Hozir ko'pincha davlatlarda qog'oz pul ishiltish kun sari azayib, hamma odam elektronlik pul to'lash sistemasiga o'tyapti. Ba'zi parazlarda agar qog'oz pul butunlay yo'qolib ketsa, insonlarni kontrol qilish texim oson bo'ldi deyilgan. Chunki elektronlik pulga o'tgan vaqtimizda butun mal mülkimizni sistema bilib turdi. Qaysi yerda nimaga pul xarjlaganligimizni ko'rib turdi. Bizning pullarimizni va xarjlagan yerlarimizni sistema xotirlabmadi. Qochqinlarni va qonunsiz insonlarni bo'ysundirish texim oson bo'ldi. Sistema va davlatlarning mol mulk musodir qilishi texim oson bo'ldi. 5G texnikasi nurg'ulg'an yeniliklar bilan birlikda kelish mumkin degan to'q. Hozirgi texnologiya va uchur davrining taraqqiy qilish sur'ati nihoyat tez. Insonlarning tushunish darajasini olqib ketgan shaklda tez taraqqiy qiladi. Insonlar tushunolmagan narsani osonlikcha kontrol qila olmaydi. Bu insonlarni andishiga solgan nuqtalardan birisi. Masalan, nurg'ulg'an insonlar pul degan narsani tushunmaydi. To'xtamay qaytiqini pul topadi. Pulni nihoyat ko'p topgan vaqtda insonlar pulni kontrol qila olmaydiganligini his qildi. Chunki pulni haqiqiy tushunmaydi. Oxirida asta-asta mol dunyo ichida o'zini yo'qotib qo'ydi. Mol dunyo tarafidan yutib olindi. O'xshashlam texnologiyaga bo'lgan andisha texnologiya tarafidan o'zini yo'qotib qo'yish. Hozirgi jamiyatimizda nurg'ulg'an insonlar texnologiya va nurg'ulg'an programlar tarafidan haqiqiy o'zini va nishonini yo'qotib qo'yilgan. Foydali taraflardan yaxshi foydalanmay, ziyonli taraflardan yutib etilgan va texnologiyani qulga aylanib ketgan. Texnologiya va pul ishlarimizga qulaylik va osonlik olib kelsin. Bizning qulimiz bo'lsin. Lekin biz ularning quli olmayli. 5G texnikasi insoniyatimizga yangi bir boshlanish, texnologiyalik ahli iqtidorning yangi bir davri, nurg'ulg'an sistemlarning yangilanishi, nurg'ulg'an yangi kasblarning o'ttirib chiqishi va nurg'ulg'an kon kasblarning oxirlashishi. Tafakkur qilaylik, kuchlik bo'laylik, davrdan qolmaylik. Texnologiya va davr tarafidan shalinib ketmayli. Texnikalik, elektronlik, loyihalash va kelgusining kasblarini o'rganaylik. Millatimiz va avlodlarimizni texmi aqlli va kuchli qilib tarbiyalab chiqaylik. Pulning va sistemadan qulamas, qo'rqmas yurakli insonlardan bo'laylik. Hozirgacha qanlimga agashmagan bo'lsangiz, mushu videoning o'ng tarafidagi abuna bo'l deganiga bosib qo'ysangiz, qanlimga agashgan bo'lsangiz, har hafta nurg'ulg'an foydali va yaxshi bilimlarni sizlarga sunishtirishman. Meni qo'llasangiz qanlimga agashib qo'ying. Va mening videolarimni atrofingizdagi do'stlaringizga tarqatib qo'ying.